Maktabni bitirishim bilan bir narsani aniq bilardim. Men Yevropada o'qishim kerak. Dastlabki harakatim maktab vaqtida IELTSga mana shunaqa manza qilib tayyorlanib yurgan paytlarimda boshlangan. Maktabni bitirib, butun Yevropa davlatlarini ko'rib chiqdim. Qayerga tezroq va osonroq yeta olishim mumkin. Shunda tanlovim Latviyaga tushdi. Hujjat topshirdim, kutdim va qabul qilindim. Lekin bu gapni aytganimchalik tez bo'lmadi. Chunki hujjatlarim kechikdi va men bahorgi semestrga qolib ketdim. Nima ham deymiz, xayrlisi xayrli vaqtda keladi deyishgandek kutdim. Va o'rtadagi vaqtda menga ko'pchilik qol, shu yerda kirgan universitetingda o'qi deydi. Lekin men yo'q, men Yevropada o'qiyman dedim. Va nihoyat vizamni qo'limga oldim. Yangi yilni oilam bilan o'tkazishim bilanoq yo'lga otlandim. Umrimda birinchi marta uydagilardan uzoqda yashash sari qadam tashladim. To'g'risi, ketishning eng oxirgi daqiqalarida odamni ketgisi kelmay qolar ekan. Lekin bu orzu edi, uzoq kutilgan maqsad. Shu sabab yurakda hayajon bilan hamma bilan xayrlashdim va uchib ketdim. Bugun esa hayotim shu yerda. Hammasi noldan, xuddi chaqaloqdek boshlayapman. Agarda sizga ushbu jarayon qiziq bo'lsa, meni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.